Ushbu retsept orqali bolangizning immuniteti juda ham yuqori bo'ladi va hech qachon shamollamaydi. Men buni o'z bolamda sinab ko'rganman. Hurmatli onajonlar, aptekadan oddiy yod olasiz va uni bolangizning boldir va tovon qismlariga setka shaklida chizib qo'yasiz. Undan so'ng esa piyozni olib, o'rtasidan bo'lasiz va ikkita tovarni ostiga qo'yib, paypoq yozib qo'yasiz. Qarabsizki, voila, immuniteti juda ham yuqori bo'ladi. Kelinglar birgalikda ushbu mutaxassislar tomonidan berilayotgan maslahatlar qay darajada immunitetni oshiradi, ko'rib chiqamiz. Yod va piyoz ushbu holatda nafaqat bolangizning immunitetini oshirmaydi, balki bolaga quyidagicha nojo'ya ta'sirlar qiladi. Bolaning terisi sezuvchanligi yuqori bo'lganligi uchun terisini kuydirishi va balki uni tez-tez ko'p-ko'p qo'llash bolalarda allergik dermatit kasalligini chaqirishi mumkin. Ya'ni siz o'sha mutaxassislardan o'rgangan usulingiz orqali bolaning immunitetini ko'taraman deb, siz ortiqcha allergik dermatit kasalligini ham yuqtirib olasiz. Iltimos, sohani o'z mutaxassislaridan o'rganing. Men ikkita bolani katta qildim, endi men ham doktorman degan mutaxassislardan emas.